qanaqa enagalik qilaman bilmadim, lekin menga bolalar yoqadi. Qani bismillah. Ha bolajon, ha jiyan deyman. Seni jiyan deb chaqiraman. Bo'ptimi? Nima bu? Ko'zi g'alati buni. Endi hamma bola ham meni bittada yoqtirib qolmaydi. Ishon. Mana xolodilnik. Mana. Xolodilnik yopamiz. Ha jiyan, qonni ochdimi? Ma. Ha, kular ekansan. Yosh bolalardagi eng yoqtirmagan narsam shu jiyanim. Tagini eplab qo'ydi. Bu yesa bo'ldi ekanda bu. Qani kechi. Yangi ishton top deyapti. Yangi ishtonni qanday topaman? Mana ishton. Maki. Jiyan? Jiyanim qani meni? Mashina qanday borib qoldi bu? Ketib qolmay chiqar ekan. Mashina turib turadi, ishtonni olib kelay. Ha jiyanim, ha jiyanim. Ana. Yaxshigina pampers taqib qo'ydik. Endi yotoqxonasiga olib borishimiz kerak ekan buni. Ketdik jiyan. Ha, kulishingdan seni. Hashatmi yotoqxona? Yo'q. Bumi? Bu kir mashina bor ekan. Jiyan, men senga attraksion ko'rsataymi, ha? Ha, attraksion ko'rsataymi? Mana shu kirgin-da. Ha. Qani? Kachela-da kachela. Amerikanskiy gorki. Jiyan, ayman dadang kelsa aytib qo'ymasam bo'ldi, jiyanim. Uzr. Ko'z o'ynab qoldi. Maza qildingmi? Maza endi uxlaysan. Yot. Ertak kitob o'qib berishim kerak ekan bunga. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda bir bolacha ekan. Uni ismi Kuydirgi ekan. Uni bitta mushugi bo'lgan ekan. Mushugi bilan fontanni yoniga borishibdi-da. Ina keyin anu bolani qitmirchilarga tutib qolib, gullarni o'rib yoribdi. Mushugi hayron qolibdi, nima qilyapti bu deb. Va ertagimiz nihoyasiga yetdi. Uxla endi. Uxladingmi? O'chib qopti.